Assalomu alaykum hammaga. Ozgina tanaffusdan so'ng yana sigiyli darslarimizga qaytdik. Bugun grafik tushuntirish bo'yicha 3-qism chingan piyonova qismini ko'rib chiqamiz, ya'ni ko'tarilish va tushish o'zgarishi. Ya'ni bizda har xil ya'ni chiziqli grafiklar tushish, ko'tarilish, shunga o'xshagan, ya'ni har xil o'ynaydi. Shularni ko'rib chiqamiz ketma-ketlikda. Yeshi munjoydan boshlaymiz. Mavzusida Ore Kuan Geksu, ya'ni bu yilgi sayyohlar soni million odam hisobida kelyapti. 7-oyda 91 ming kishi, 8-oyda 87 ming, 9-oyda 72 ming, 10-oyda esa 68 ming kishi. Ya'ni faqat tushyapti ko'rayotgan bo'lsanglar. Bunda qanaqa ishlatiladi? Ya'ni tadqiqot natijasiga ko'ra ko'ramiz nima bo'lgan. Ya'ni ya'ni bu yilgi sayyohlar soni 7-oyda 91 ming kishidan 8-oyda 87 ming kishi, 9-oyda 72 ming kishi, 10-oyda 68 ming kishiga Kamsoxetda kamaydi. Kamsoxettani o'rniga Chiroto'rotda, Neryokatda hamda To'rochotdalarni ishlatsak bo'ladi. Endi keling qisqacha to'xtalamiz. Bu yerda ESO qo'shimchasi qo'shilgan. ESO bilamiz tarjimasi dan deb tarjima qilinadi. Boshlang'ich nuqtani ifodalaydi. Ya'ni boshlang'ich nuqtani gapirayotgan paytingiz ESOdan foydalanishingiz kerak bo'ladi doim. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz, 7-oy 91 ming kishidan, ya'ni boshlang'ich nuqta. Ikkinchi qo'shimchamiz bu enin. Enin o'zi bu qanaqa qo'shimcha? Enin bu da deb tarjima qilsak bo'ladi. Muayyan oyda qancha odam bo'lganini bildiradi yoki odam bo'lmasa yoki narsa bo'lishi mumkin, shu muayyan oyda qanchaligini bildiradi. Bu yerda endi odam haqida gap ketayotgani uchun, ya'ni har bir oyda qancha bo'lganini ifodalashda ishlatsak bo'ladi. Mana 8-oyda, 9-oyda, 10-oyda deb tarjima qilib ketamiz. Bu yerda misol uchun mana misollarda ham ko'rsatilgan har bittasida. Va 3-qo'shimchamiz bu iro. Iro bu ga deb tarjima qilinadi. O'zgarish, ya'ni natijani o'zgarishini bildiradi. Doim misol uchun biz kamaydi, ko'paydi deydigan bo'lsak, doim shu kamaydi, ko'paydidan oldin iro qo'shimchasi bo'lishi kerak. Ya'ni ga ko'paydi, ga kamaydi, ga tushib ketdi. Ya'ni ga qo'shimchasi doim keladi. Bu yoqda ham mana 68 mingga Kamsoxetda tushdi yoki kamaydi deb tarjima qilsak bo'ladi. Bu yerda muhimi ESO, enin hamda iro qo'shimchalarining qo'llanilishini bilib olinglar. Hamda bu yerda shu ko'tarilish tushishga oid so'zlar bor, bularni ham yod olishinglar kerak. Ya'ni Chiroto'rotda kamaydi desak bo'ladi, Neryokatda, To'rochotda pasaydi, tushdi deb tarjima qilsak bo'ladi. Ikkinchi qolipga qaraymiz. Ikkinchi qolipda bizda mavzuyimiz, ya'ni otalar uchun, ya'ni shu g'amxo'rlik ta'til bonusidan foydalanishlar sonini ko'rsatilgan ekan bu yerda. Bu yerda faqat ko'payyapti. Ya'ni 2016-yilda 2700 kishi, 2017-yilda 4400, 2018da 6000 kishi. Miyongda berilgan hamda 63%ga, 36%ga ko'paygan. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, faqat ko'paygan. Endi bunda ham asosiy narsa, e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa, bu yerda ham ESO. Boshlang'ich nuqta, ya'ni 2016-yilda boshlang'ich nuqta bo'lgani uchun 2016-yildan aytamiz, mana 2016-yilda 2016-yil deb ketyaptik. 2700 kishidan 2017-yil 4400 kishiga. Keyin biz endi oraliq 1 yil bo'lganligi uchun qo'shimcha, ya'ni nyon sayye gapidan foydalanyaptik. Ya'ni 1 yil orasida necha foizga? 63%ga ko'tarilgan. Ya'ni 63%. Na bilamiz, na inani ko'pchilik yoki deb yodlagan. Naqd ma'nosi ham bor. Naqd 63%ga kga chinga hessimyon, ya'ni kda bu katta so'zdan olingan, katta o'sish bo'ldi ma'nosida ishlatilyapti. 2018-yilda yana yana o'sganligi uchun yanadan foydalanyaptik. Agar mana bunda ham ishlatsak bo'ladi, yana tushdi deb, yana ko'tarildi deb ishlatilyapti bu yerda. 36%ga chinga heso
ko'tarilib 6000 kishini tashkil qilayotgan ekan. Eroriyotda ko'rayotgan bo'lsak, ya'ni bu yerda ham o'zgarish vujudga keldi. Bu yerda endi nimalarga ahamiyat qaratishimiz kerak? Bu yerda ko'rib chiqamiz. Tepadagi bilan pastdagi grafik ikki xil ko'rayotgan bo'lsanglar o'zgargan. Bu yerda faqat 63-36 ya'ni foizga ko'tariladigan narsa bo'lganligi uchun qo'shimchalardan foydalandik. 1 yil orasida naqd ko'tarildi. Tashi yana qo'shimchalari bor. Bu уже murakkabroq, ya'ni to'liqroq to'ldirish uchun mana shunaqa rang-baranglik kiritish uchun ifodalardan foydalansak bo'ladi. Yoki tepadagiga o'xshab pasayganini ifodalasangiz ham bo'ladi. Lekin hozirgi aytganimizdek qo'shimcha ifodalardan foydalanadigan bo'lsangiz, balingiz ya'ni 30 ballga yaqinroq bo'ladi. Endi 3-chi grafikni ko'ramiz. To'xtang, 3-chi grafik ko'rishdan oldin ikkini tahlil qilib o'taylik. ESO aytganimizdek boshlang'ich nuqta. Mana 2006-yilda 2700 dan deb tarjima qildik. Keyin ROIRO ko'tarildi. Ya'ni 4400 ga 1 yil orasida, ya'ni ROIROni aytdik boya o'zgarish, ya'ni natijani o'zgarishini ifodalaydi. Hamda Chinga Hetta, Chinga Heso. Bu yerda mana Chinga Hetta turibdi, hamda Chinga Heso turibdi. Bu ikkalasi ham ya'ni bilamizki o'sishni bildiradi. Chinga Hetta shunchaki o'tgan zamonda, Chinga Heso esa bunga asl usul grammatikasini qo'shib o'sib ma'nosini anglatadi. Ko'tarilib, o'sib 6000 kishini tashkil qiladi. Shunga o'xshagan ma'noni bildiryapti. Ya'ni shunchaki Chinga Hetta bilan yakunlab qo'yganingizdan ko'ra, buni ochib qilsangiz aytganimizdek rang-baranglik kiritadi. Shuni o'zi xulosa o'rnida aytsak bo'ladiki, ESO birinchi gapda kelsa va oxiri doim ROIRO yoki kamsohetda, chirotda, turachotda bilan tugashi kerak yoki o'sishni bildirgan paytda ESO keyin ROIRO, Chinga Hetta, Nuronatda, Sanction Hettalardan foydalansak bo'ladi. Endi 3-chisini ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. 3-chisida bizda chang, ya'ni Koreyada shunaqa chang bor, mayda chang chiqarishda avtomobillarning ulushi haqida gap ketyapti. Bu yerda foiz prosent ko'rishda. Bu yerda уже jadvalimiz, liniyalarimiz sal boshqacharoq. Bitta ko'tarilib, ko'rayotgan bo'lsangiz tushyapti. 2005-yildan boshlaymiz 31%, 2010 46, 2013 23, 2017 yana 10 anaqaga tushgan, foizga pasaygan. Matnda yozilishi ko'rayotgan bo'lsak, Cho'sakyo'lga Tarimyon, Mishemonji, Pechulyang ko'rib chiqadigan bo'lsak, mashinaning ulushi 2005-yilda 2005-yil 31% dan ESOni aytganmiz, boshlang'ich nuqta. Birinchini gapirayotgan payt doim ESOni ishlatasiz. Chunki ko'pchilik ESO, ENN, ROIRO qachon qo'llanishni bilmay qolishi mumkin. Aytganimizdek, 31% dan 2010-yil ROIRO, ya'ni o'zgaryapti holat, 46% ga ko'tarilgan. Shuning uchun ham Chinga Hetta ishlatildi. Endi bizda tushish bo'lyapti. Tushish bo'layotganda kronadan foydalanishimiz kerak, krona. Lekin biroq 2016-yil 23%, 2017-yilda, ya'ni 2017-yilda 10% ga kamaydi tushishda yoki. ESO aytganimizdek boshlang'ich nuqta. ROIRO holatda o'zgarishini ifodalaydi. Kamsohetda so'zimiz ham bor bu yerda. Kamsohetda bizda tushishni ifodalab kelyapti bu yerda. Shu tariqa 3 tahlil qilib chiqdik. Endi esa to'r. To'rda grafikimiz tushib turib ko'tarilyapti, ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu yerda 2013-yilda pul Koreya won haqida gap ketyapti. Won bo'yicha hisoblaymiz. 2013-yilda 176.788 won ekan. 2017-yilda esa 128.500 won ekan. 2018-yilda esa 170.052 won ekan. Son shunaqa bilasizlar, Koreyada sal boshqacharoq 4talikda hisoblanadi. Yana hayron qolmanglar, nega bu bunaqa hisoblanyapti deb.
ularda sal boshqacharoq sonlarni yaxshi tugatgan bo'lsanglar, nega bunaqa sanalayotganini bilishinglar mumkin. Endi bu yerda bizda tahlillar turibdi. Bizda bu yerda ko'zga yangi chalinadigan narsani o'zi yo'q. Xuddi shu, ya'ni tepadagi grafikimizni faqat teskari qismi. Cho'sak yo'lga salpopomyon, salkapson, ya'ni 2013-yilda aytib o'tganimizdek 176.788 dan, ya'ni boshlang'ich qismi 2017-yilda, ya'ni holati davom etishi yillar o'rtasida ko'rsatib beryapti. Bu yerda 128.500 vongacha to'rachotda. Bu yerda kajji so'zi bir boshqacha eshitilishi mumkin. Buni hozir oxirida tushuntirib beraman. Lekin ihu, ya'ni bundan keyin katta pogiro chinga heso, ya'ni pok so'zi bor. Pogiro, ihu kin pok so'zi, bu haqida ham hozir to'xtalamiz. 2018-yilda 170.052 vonga ko'tarilgan. Endi keling boyagi qo'shimchalar. Birinchi ESOdan boshlaymiz. Doim ESOni eslataman. Boshlang'ich nuqtani aytayotgan paytda ishlatamiz ESOdan deb. Keyin ROIRO qo'shimchalarimiz bor bu yerda. ROIRO qo'shimchalarimiz holat o'zgarishi ga deb tarjima qilinadi. Bundan tashqari kajji, boya aytganimizdek, kajji bu cheklangan pastki chegarani bildiryapti bu yerda. Ya'ni eng oxirgi taqalgani, ya'ni bitta, ikkita, uchta, to'rtta o'zgaryapti ko'radigan bo'lsanglar va oxirgisiga kajji qo'shyaptik. Uchtalik bo'lishi mumkin, bunga ham kajji ishlatishingiz mumkin, lekin bittaliklarda kajji ishlatilmaydi. Ya'ni gacha o'sgan paytda ham mana bitta, ikkita, uchta o'sib, uchinchisi yakunlanayotgan paytda aynan mana shu uchinchisiga gacha o'sdi yoki gacha pasaydi deb ishlatsangizlar bo'ladi. Ya'ni kajji qachon ishlatilishi haqida qisqacha tushuncha oldinglar. Endi yana bizda bu yerda bor kin pogiro chinga heso, katta o'sish bo'ldi degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bu qo'shimchamiz aytganimizdek katta o'sish bo'lganini ifodalab kelyapti. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham qisqa vaqt ichida katta o'sish bo'ldi. Aynan shunda shu qo'shimchalarimiz ishlatiladi. Endi 5-chi, so'nggi tahlilchamiz. Bu yerda mart oyidagi ishsizlik darajasi hisoblangan ekan, foiz ko'rsatkichida. 2015-yilda 4%, 2016 4.2, 2017 4.1, 2018 4.5, ya'ni ko'tarildi, tushdi, ko'tarildi. Buni sherigi ham bor. Tushdi, ko'tarildi, tushdi, ko'tarildi sherigi. Yo'q, adashib ketdim. Tushdi, ko'tarildi, tushdi bo'ladi buni sherigi. Xuddi shuni teskari varianti. O'zi 6 ta qolip bor. 5-chisida bizda endi tahlilni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda ko'zga tashlanadigan krona haqida tushuntirib beraman. Bu ham chiqudi, ROIRO, ESO turibdi. Xuddi shu o'sha grammatikalar, yangi narsa yo'q. Aytganimizdek, bu yerda ESO bu boshlang'ich nuqta, ya'ni 2015-yil 4%dan deb ketamiz. Keyin ko'tarildi, o'zgardi. Shuning uchun ro chinga hetta, ya'ni ga ko'tarildi. Lekin, ya'ni pastga tushayotgan paytda lekin ishlatamiz. Lekin yoki ko'tarilayotganini ham ishlatamiz, faqat minusi bo'lganda. 2017-yilda 4.1% ga nima bo'ldi? Tushdi. Ya'ni kamsohettaga. Kamsohettaga grammatikasi turibdi. Pasayib yana o'sgan payt yoki o'sib turib pasaygan paytlarda taga, ya'ni atot hettaga grammatikasini ishlatganimiz ma'qul. Ya'ni pasayib yana ko'tarilganda yoki ko'tarilib yana pasayayotgan paytda aynan taga bilan ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Buni bilib olinglar. Juda yaxshi ball beradi agar bularni qo'yib ishlatadigan bo'lsak. Hamda enin, ya'ni yillardagi pozitsiyani bildiryapti. Keyin chinga hettani o'rniga quyidagi alternativlarni ishlatishimiz mumkin. Ya'ni ko'tarildi hammasi. Endi biz anaqani bo'ldik. Endi qisqacha xulosa qismi haqida ham tushuntirib berdim. Endi biz jadvallarni ko'rib chiqamiz. Chinga chisok, ya'ni davomiy o'sish bo'lsa ishlatiladigan narsalar, grafiklar tushuntirilgan bu yerda. Bu yerda e'tibor qaratadiganimiz kerak bo'lgan narsa kesok chinga heso. Kesok chinga heso degani doimiy o'sdi.
ya'ni doimiy o'sgan payt aynan shu qolipdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Yoki iryotda boyam chiqdi, yetib bordi degan ma'noni anglatadi. Aynan shularni foydalansangiz judayam zo'r bo'ladi. Ya'ni yodlab olib turib, aynan shularni qo'llaylar. Keyingisi kamsochisok. Kamsochisok bu doimiy pasayganda ishlatiladi. Doimiy pasayish bo'lsa, aynan shu qoliplardan foydalanamiz. Bu yerda endi e'tibor qaratadiganimiz kesok, kamso, heso. Ya'ni doimiy tushish bo'lib, dotda. Keyin kechotda so'zimiz bor. Kechotda bu yetib to'xtadi. Ya'ni aynan misol uchun bitta, ikkita, uchta to'xtash doimiy bo'lyapti-da, oxirgisiga nisbatan kechotdan ishlatsak juda ham ajoyib bo'ladi. Ya'ni yetib borib to'xtadi degan ma'noni anglatadi. Chinga kamso, ya'ni ko'tarilib tushish. Aynan shu qoliplardagi anaqalar ishlatiladi, so'zli ifodalar. Buning ichida biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa krona, ya'ni o'zgarayotgan paytda ishlatamiz lekin deb. Har birida emas, faqat bittasida ishlatiladi. Lekin deb har krona qo'yib tashlasangiz ham bo'lmaydi. Keyin bu yerda endi o'sayotgan payt chinga hetdan ishlatsak bo'ladi, kamaygan paytda esa kamso hetda qo'shimchalar ifodalarni ishlatsak bo'ladi. Mana tushganda ishlatiladigan qo'shimcha ifodalar. Endi xuddi shuni teskarisi kamso chinga, ya'ni tushib turib ko'tarilish, bu yerda ham krona ishlatiladi. Kronamiz bilamizki, lekin degani boyam chiquvdi, hozir ham chiqdi. Bu yerda ishlatiladigan ifodalar ham turibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, chingahada yoki eng ko'p endi o'sish bo'lgani uchun oxirida shu qo'shimchalardan foydalansak bo'ladi. Va keyingi 5-chimiz уже valna, ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'tarildi, tushdi va yana ko'tarilish. Ya'ni chinga, kamso, yana chinga. Bu yerda pulgua hada qo'shimchamiz turibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, birinchi navbatda ko'zga tashlanadigan pulkyuchik hetta deganim, pulkyuchik hettadan olingan bo'lib, pulkyuchik hetta degani barqaror emas degan ma'noni anglatadi. Holatga nisbatan, ya'ni barqaror bo'lmagan holatga nisbatan aynan shu so'zni ishlatsak bo'ladi. Pulgua hetchiman, barqaror emas edi, lekin ketdi u yog'i. Keyingisi tashichinga hetta so'zimiz turibdi. Tashichinga hetta yana ko'tarildi, ya'ni tushib turib yana ko'tarildi deb ishlatsak bo'ladi. Xuddi shuni teskari versiyasi aytganimizdek. Bu yerda endi pasayish, o'sish, yana pasayish ifodalaydi. Bu yerda tashi kamso hetta bor, ya'ni yana tushdi degan ma'noni anglatadi. Xuddi boyagi tepadagi anaqamiz bilan bir xil, faqat aytganimizdek farqi shunda. Endi pastda bizda chamgo noti turibdi. Ya'ni izoh qoidalarga ko'rib chiqamiz. Onje va olma turibdi. Onje biz bilamizki qachon degani, olma qancha degani ishlatilishi turibdi. Onje bizda vaqtni bildiruvchi so'zlar bilan ishlatiladi doim. Ya'ni yillar, oy, shunga o'xshagan anaqalarda birinchi yarim yillik degani misol uchun shularda ishlatiladi va hokazo. Olma esa bizda miqdorni bildiruvchi so'zlar bilan ishlatiladi. Kishi, pul birligi, hokazo shunga o'xshagan narsalarda bizda olma ishlatiladi. Ko'pchilik shuni ham ajrata olmaydi. Endi o'zgarishni ifodalashda ko'ramiz. Onje bilan eso onje, ro iro, eso kaji tuzilmasi ishlatilishlari bor. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, onjedan keyin ko'pincha eso keladi. Onjedan keyin ro iro, eso kaji ham ko'p keng foydalaniladi. Ya'ni chingan piyonva, ya'ni ko'tarilish, o'sish ifodalayotgan paytda ayniqsa. Chunki boyam ko'rgan bo'lsanglar, o'sish ko'tarilishda aynan ko'p ishlatdik. To'g'ri, onjeni o'zi chiqmadi-yu, so'zlari o'zi. Esoni o'zi ko'p, ro, eso kajidan ko'p foydalandik. Ya'ni qachonligini ifodalayotdik. Ya'ni qachonni o'rnida bizda u yerda yillari va miqdorlari turadi. Shuning uchun ham shu asosda ishlatildi. Bu qoida qisqacha qilib aytadigan bo'lsak,
vaqt va miqdor o'zgarishini ifodalashda qanday grammatik tuzilmalardan foydalanish kerakligini tushuntiradi. Vaqtni ifodalash uchun aytganimizdek on J, miqdorni ifodalash uchun olma ishlatiladi qisqacha qilib aytganda. O'zgarish ifodalayotganda boya ham aytdik, mana bu eso, ro'yro, eso juda ham ko'p ishlatiladi. Bugungi darsimiz shu yergacha edi. Bu yerda misollar bor. Mustahkamlash uchun ishlab bajarib, o'zinglarni mustahkamlab qo'yinglar biliminglarni. Keyingi darsda oxirgi 4-grafik qismini o'tamiz. Shu bilan vunin qismini boshlaymiz. Bugungi darsimiz ozgina ko'proq bo'ldi. Hammaga rahmat. Xayr, salomat bo'ling.